Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. O'tgan darsimizda biz Canva'da akkaunt yaratishni va birinchi dizaynni shablon asosida tayyorlashni o'rgandik. Bugungi darsda esa biz dizaynni boyitish uchun matn, rasm, grafik elementlar bilan ishlashni o'rganamiz. Buning uchun bizda taqdimotni ochib olganmiz va birinchi katta imkoniyatlardan biri o'lchamni o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Bu uchun premium kerak bo'ladi bizga. Premium mavjud bo'lgan, ya'ni Canva Premium mavjud bo'lgan profilga o'tib olaman. Bu yerdan birorta andoza tanlab olamiz. Mana biz andozani ochib oldik. Endi buni yana bir katta imkoniyatlardan biri bo'lgan o'zbek tiliga tarjima qilish, to'g'ridan to'g'ri dastur orqali tarjima qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'lchamlarni o'zgartirish bo'limini tanlab, bu yerdan har bir tarjima qilish tugmachasini bosamiz. Bu yerdan tilni tanlashimiz kerak, o'zbek tilini tanlaymiz. Bu yerdan sahifalar tanlanadi, barcha sahifalar belgilangan. Mavjud bo'lgan dizayn nusxasini yaratmasdan tarjima qilish mana shu yerdan o'zida tarjima qiladi. Agarda bu hech qo'ymaydigan bo'lsak, alohida fayl qilib tarjima qiladi. Tarjima qilishni boshlaymiz. Mana ushbu taqdimotni bizga ko'paytirish g'ildiraklari deb tarjima qilib berdi. Bu yerda xato so'zlar bo'lishi tabiiy hol. Tarjima qilish to'g'ridan to'g'ri Google Translate orqali tarjima qilinadi bu. Tarjimada xatolarni shu yerdan o'zimiz to'g'rilashimiz mumkin. Xo'p, matnlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Dizaynga matn bo'limi mavjud. Bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan matnni qo'shib olishimiz mumkin. Matn qutisini qo'shish tugmachasini bosish orqali bu yerdan mana matn qo'shib olishimiz mumkin. Xat boshi matn. Bu yerdan yangi slayd nusxalab bu yerga matn qo'shib ko'ramiz. Misol uchun matn qo'shish tugmachasini bosdik. Mana bizga matn qo'shish tugmachasi tayyor. Matnlar bilan ishlash xuddi Word kabi bo'ladi. Bu yerdan bemalol o'zimiz xohlagan shriftga o'tkazishimiz mumkin. Mana bu yerdan font size'ni sozlashimiz mumkin. Bu yerdan turli xil ranglar berishimiz mumkin. Bu esa matnni boldga, italic va tagi chiziq underline'ga o'tkazish, o'rta chiziqlarga o'tkazish belgilab bularni foydalanib ko'ramiz. Bu esa biz yozgan matnni katta harflarda yoki bosh harflarga o'tkazib beradi. Bu matnni joylashuvi, o'zimizga moslab joylashtirishimiz, ro'yxat qilishimiz va matnning harflar oralig'ini kengaytirishimiz mumkin bu yerdan. Bu yer esa satrlar oralig'ini kengaytirib yoki toraytirishimiz mumkin. Satrlar oralig'ini ishlashini ko'rsatish uchun mana buni belgilab olaman va satr oralig'ini kengaytirib, kichraytirish uchun ishlatishimiz mumkin. Keyin bu yerdan esa umumiy kvadrat yoki indeksga o'tkazish bularni ham bajarishingiz mumkin. Keyingi matnda ishlashda shaffoflik, matnning ko'rinishini, necha foizga ko'rinishini bu yerda belgilashingiz mumkin. 100%, 90, 70 yoki boshqa raqamlar orqali. Effektlar. Matnda bu yerda turli xil effektlar mavjud. Bulardan foydalanishingiz, qalinlik darajasini belgilashingiz mumkin. Har bir effektning darajasini o'zingiz belgilashingiz, ranglarini o'zingiz tanlashingiz mumkin. Bu Canva'ning qulayliklari, matn bilan ishlash qulayliklari ham juda ko'p. Egri chiziqlar, ayniqsa logolar uchun ko'p ishlatiladigan bu usul juda qulay. Animatsiyalash, taqdimotlarda animatsiyalash alohida ko'rib chiqamiz bu animatsiyalashni. Xo'p, joylashuv, o'rta, keng bo'ylab joylashuvni ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi matn bilan ishlashga qaytamiz va bu yerdan
Magic Write, ya'ni e, Magic Write bu sun'iy intellekt orqali e, matnni yozib chiqarishimiz mumkin. Misol tariqasida bu yerga yozib kasrlar haqida yozing. Yaratish tugmachasini bosaman va e, bu yerda bizga matematik kasrlar sonlarini ifodalash usullari. Umuman biz so'rovimiz bo'yicha sun'iy intellekt yordamida qisqa matn tayyorlab beradi. Bunga o'xshashlar, ya'ni qayta yozdirishimiz mumkin. Bu yerdan buni copy qilib olishimiz mumkin. Xo'p, qayta Magic Write'ga kiramiz. Magic Write'ning bu yerdan ovozli qilib ham yaratishimiz mumkin. Ya'ni xo'p, demak davom etamiz. Endi keyingi rasmlar bilan ishlash. Canva'ga rasmlar bilan ishlash juda qulay. Elementlar bo'limiga o'tish orqali bu yerdan turli xil elementlar qo'shishingiz mumkin. Misol tariqasida sizga kitob rasmi keladigan bo'lsa, bu yoki o'zbekchada kitob deb qidirsangiz ham bo'ladi. Javoblari bir xil chiqadi. Fotosuratlar bo'limiga o'tib, bu yerdan fotosuratlarni ko'chirib tanlab olishingiz mumkin. Minglab fotosuratlar mavjud. Bu yerda o'zingizga ma'qulni tanlab olishingiz mumkin. Misol uchun biz mana shuni tanlaymiz. Bu yerdagi fotosuratlar ko'rib turganingizdek pullik versiyalari uchun ko'rsatilgan. Biz premium versiyamiz borligi sababli bulardan bemalol foydalanamiz. Siz ham premium versiyasini bemalol menga Telegramdan yozib sotib olishingiz mumkin. 1 yillik obunasini. Demak, keyin rasmlar bilan ishlash ko'rib chiqamiz. Tahrirlash bo'limi mavjud. Rasmni tanlaganimizdan so'ng tahrirlash bo'limi orqali bu rasmni ustida amallar bajarishimiz mumkin. Tomonlarga nisbati, o'lchamlarini belgilashimiz mumkin. Aylantirish. Bu yerda graduslar bo'yicha aylantirishimiz mumkin. Kengaytirilgan rasmlarni bajarishimiz mumkin. Keyin yana bir narsa, fon ketkazish bo'limi. Bu pullik nimalarda mavjud. Buni bosish orqali mana rasmimizning fon qismini yo'qotib qo'ydik. Keyin boshqa elementlar qo'shish, grafik qo'shish. Grafiklar ham qo'shish mumkin. Bu yerda grafiklar, xohlagan grafiklarni qidirib topishingiz mumkin. Grafiklar ham juda ko'p va rasmlarga nisbatan jimjimador ko'rinadi. Bulardan ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Videolar juda zo'r deya olmayman, lekin yetarlicha videolar bor. Bu yerda ham foydali, chiroyli videolar mavjud. Audio qismida minglab muzikalar bor, lekin kam ishlatiladi siz, chunki dizayn bilan ishlatayotganda kamroq muzika ishlatasiz. Agarda bu yerdan taqdimotni video formatda yuklab olmoqchi bo'lsangiz, albatta muzikalardan foydalanishingiz mumkin. Ramkalar. Bu yerda faqatgina kitob deb qidirganimiz sababli kitob ramkasi ko'rsatilgan. Aslida ramkalar bo'limi ham juda katta bo'lim. Mana bu yerda turli xil ramkalarni ko'rishingiz mumkin. Kompyuter, planshet ramkalari. Va boshqa turli xil oyna ramkalarini ko'rishingiz mumkin. Buni fotosuratlar bo'limiga o'tish orqali ramkalarni ishlatib ham ko'ramiz.
mana bularni kitob ichiga qo'yishimiz mumkin. Ramkalar ichiga joylashtirishimiz mumkin. Ustiga olib borish orqali. Endi ko'rib turganingizdek, bu yerda elementlar, Canvada elementlar ustma-ust joylashsa, bularni qanday qilib oldinga, orqaga o'tkazishimiz mumkin. Buning uchun bu yerdan qatlamlar bo'limiga o'tamiz. Qatlamlarni ko'rsatish tugmachasini bosamiz. Bu yerda mana qatlamlar ko'rsatilgan. Biz qaysini oldinroq, ya'ni teparoqqa olib chiqadigan bo'lsak, o'sha element bizga birinchi ko'rinib turadi. Misol uchun telefonni eng oldinga o'tkazamiz va telefon bizga birinchi ko'rinadi yoki planshetni oldinga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Bu elementlar joylashuvini ham bilishimiz muhim. Demak, bugungi darsimizda siz matnlarni qanday yozish, shrift, ranglarni o'zgartirish, rasm joylash, tahrirlash hamda grafik elementlar yordamida dizaynni chiroyli ko'rinish berishni o'rgandingiz. Buni albatta o'zingiz Canva dasturini o'rnatib yoki canva.com saytiga kirib foydalanib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.